Assalomu alaykum YouTube kanalımızda podpисчиklari do'stlar. Bugün bize Rascenter 39 kollejning arkasında bize ikinci etajda 3 xonali kvartirani obzorlarini gösterib o'tamiz. Berimiz zalımız oladi do'stlar. Pollarımız laminat polatilengan, mebelli svet. Patologlarımız gipsokarbondan figuralar bezatilgan. Aynalarımız panoramik undulu aynalardan qo'yilgan jalüzilar qo'yilib, akkuratni yopib turibdi. Bellərimiz, eshiklarimiz eng yaxshi sifatli eshiklar, MDF eshiklardan qo'yilgan do'stlar. Giraverish eshigimiz ham shunday mebelli svet. İçlər ошибка olgan demir eshikdan qo'yilgan. Har bir to'sish uchun avtomatga tashab o'tilgan. Bu yanımıza keladigan olsak, spalnimiz oladi bir. Aboydan chiqib turibdi. Bu anda yana detskiy komnatasi oladi. Detskiy komnatasi ham ulli tushgan. Keng tushgan. Detskiy komnatasi ham aboylar qurilib, tayyor holatda ikkinchi etajda oladi bu kvartiramiz do'stlar. Zolotoy etajda. Eshiklarimiz ham yaxshi sifatli eshiklardan qo'yilgan MDF eshiklardan koronalari bilan. Bu yerda yana rakovinamiz oladi. Bu yan tarafimizda sanuzilimiz. Sanuzilimiz ham kafelar urilib, tayyor holatda do'stlar. Bu yerda yana kiyim ochinish uchun toshchalar tashab o'tilgan. Bu yerimizda ham shunday sifatli yaxshi eshiklardan qo'yilganlar. Do'stlar, ko'rsatib o'tdik. Bu yerda kuxnyasi, настенный котелlar ham qo'yilgan, patologlarimiz plastikdan bezatilgan jalüzilar qo'yilib, reduktorlar ham qo'yilib, tayyor bo'lib turibdi. Doğru girib yashaydigan döşəyini döşəb. Kvadrat metri 84 oladi bunu. Общий kvadrat metri. İkinci etajda место положениясini aytsak, evvelgi 39 kollejning arka tarafındagi tasodonlar oladi. Kime qiziqar bo'lsa do'stlar, ekranda nömrələrimizni qo'yib o'tamiz. Murojaat etsangizlar kelib ko'rsatamiz. Hammaga sog'lik tilagan holda keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz. Do'stlar, podpiska etmaganlar podpiska etib qo'ysin, like-ni yoddan chiqarmanglar do'stlar. Hammaga sog'lik tilagan holda keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz.